Salom, biz Markaziy bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Sizning kartadagi pullaringiz xavf ostida. Alo, nima? Meni pullarim xavf ostida, adashmayapsizmi? Ha, sizni pullaringiz hakkerlar tomonidan yechib olishga harakat qilishmoqda. Nima? Qanday? Qanday qilib? Men nima qilishim kerak? Bizni yaxshilab eshiting. Hozir sizning telefon raqamingizga SMS kod boradi. Shuni bizga aytib yuborasiz. Biz tezda xavfni bartaraf etamiz. Ha, bo'ldi. Mana hozir aytib yuboraman. Pulim qani? Qani? Meni nafaqa pulim tushdimkan, ha. Ha, Xudoga shukr, nafaqa pulim tushibdi. Assalomu alaykum, hoji ota, sizmisiz? Ha, menman. Kim o'zi bu? Biz sizni Markaziy bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Xo'p, yaxshi. Sizni bankdagi karta hisob raqamingizga hakkerlar hujum qilyapti. Bo'lmasam o'sha hakkerlarga aytib qo'ying. Men kartamdagi barcha pulimni yechib olganman. Agar telefoningizga SMS bo'lsa-chi, SMS kod kelsa, seni militsiyaga berib yuboraman.